bilan tabriklayman. Menimcha hammanglar yangi saylangan raisvarsizlar. Saylov jarayonidan ko'ngillar to'ldi. Qanaqa bo'ldi saylov? Haqqoniy bo'ldi. Qancha ovoz oldingiz? Ben 75% ovoz oldim. Sizchi? Siz qancha? 85. 85 siz? 52%. 52 siz? 120. Aha. 74%. Judayam yaxshi. Oldinglarga qanaqa maqsad qo'ydinglar deb savol berishdan oldin, mana bugun bir kunlik mahalla raislarini, aynan yangi saylangan va qayta saylangan raislari bir kunlik o'qishiga keldinglar. O'quv jarayoni haqida fikringizni qanaqa, yoqdimi bugun o'qish? Nimalar oldingiz o'zingiz uchun? Qonun doirasida ishlash bo'yicha mahallada qanday yoshlar bilan, yetkazlik bilan qanday ishlash? Mahallada ish jarayonini olib borish uchun nimalar qilish kerak ekan? Masalan, siz nima o'rgandingiz? Endi o'sha mahallada yettalik bilan qanaqa ishlash va mahalla fuqarolar bilan, bolalar bilan qanaqa ishlash shu tartibda. Kengash haqida biror ma'lumot tushuncha bo'ldimi? Bo'ldi. Nimalar oldingiz? Kengash, komissiyalar, mahalladagi kengash kerakmi ekan? Albatta kerak. Nima uchun kerak? Mahallada ishlagandan keyin shu yettalik bilan birgalikda kimlik a'zolari bilan birgalikda ishlarimiz yengil bo'lishi haqiqatdan muvofiq bo'ladi. Shu turdagi anaqalarni o'rganimizdan xursandmiz. Kerak ma'lumotlarni. Jamoatchilik tuzilmalarimiz bor, mana ma'lumot berdik. Kerakmi ekan jamoatchilik tuzilmalari? Jamoa bo'lib ishlasa hamma ish oldinda ketadi. To'g'ri, jamoa bo'lib ishlaysiz, lekin dars jarayonida biz berdik jamoatchilik tuzilmalari, ota-onalar universiteti, oqil ayollar harakati, maslahat guruhi xotin-qizlar. Marhamat, kerak. Nima uchun kerak? Bu ishni yaxshi olib borish uchun kerak. Mana 4 insonli qaror bilan bevosita mahalladagi o'sha mablag'lar masalasida ham ko'plab tushunchalar berdi. Qaysi jihati foydali bo'ldi? Nimalarni o'rgandingiz? O'sha byudjetdan qanaqa foydalanish, asosiy nimaga sarflash, qanaqa yo'nalishlarga sarflashlar, shunday Yaxshi. Demak, mana oldinglarda juda ham katta davom turibdi. Eng asosiysi mahalla yettiligini bir yoqadan bosh chiqarib ishlashi uchun mahalla raisining o'zi qanaqa bo'lishi kerak? Qanaqa bo'lishi kerak? Mana sizlarni nima uchun saylashdi? Oddiyroq qilib beraman. Nima uchun saylashdi? O'sha hokimiyat bilan meni mahallamda men ko'prik bo'laman. Hokimiyat bilan mahallamda ko'prik bo'laman. O'sha davlatimizni, muhtaram prezidentimizni olib borgan siyosatini men mahallamda tatbiq qilaman. O'sha nimaki mahallamga yaxshi sharoitlar, o'sha fuqarolarga nima ishsiz fuqarolarimni ish bilan ta'minlayman. Yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun sizni nomzodingizni aynan mahallaga rais bo'lsin deb berdingiz? Sabab. Siz namunali oilamisiz yoki bir oliy ma'lumotli yoki qaysi jihatlaringiz xalqqa va rahbariyatga ma'qul kelgan deb o'ylaysiz? Qaysi? Rahbariyat emas, saylovchilar. Saylovchilarga qaysi jihatdan mahallada faol, ma'lumotni olish, ichki ishlar organlarida ishlaganini. Demak, qonun doirasida ish olib bora olasiz. Siz qaysi sohadan? Qurilish sohasi bo'lgan, shu mahallada 20 yildan ortiq yashab, faol oila, ibratli oila bo'lganligini sababli. Ibratli oila. Demak, mana bu yil prezidentimiz tomonidan ibratli oilalar o'sha ko'krak nishonlari bilan ham taqdirlanishdi. Sizni nima uchun saylashdi? Bizdan shu Yoshsiz mana. Sizdan yosh kattalarni ham saylash mumkin. mahalla bizni tavsiya qilganda oldida aytib o'tilgan shu yerimizda obod mahalla, obod dasturlarni, yashil makonni, shu farg'otlarni bizga yetkazib, shu yer bilan birga ishlaganim uchun shu asabda deb o'ylayman. Sizchi mana necha yoshdasiz hozir? 62. 62 yosh, sizni nomzod berdi. Hozir eskidan mahallaga aralashib yuradi, kanalizatsiya, suv, gaz, svet muammolarini
xalqlik bosh bo'lib yurganimga keyin man saylash ham oliy ma'lumotli. Rahmat kattakon sizlarga bu yilgi mana saylov jarayonida yuqori natijalarga erishganinglar bilan chin yurakdan tabriklayman. O'ylaymizki, keyingi mana sentyabrdan boshlab biz bir haftalik balki kampaniyalar amalga oshirishda ham sizlar bilan birgalikda fikrlashamiz va ishinglarga omad tilayman. Eng zo'r nominatsiyalarda eng zo'r rais nominatsiyasini olishinglarni tilab qolaman. Salomat.